Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz do'kon Cases iPhone'larning narxini bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz. iPhone B ular hozirgi kunda Samarqandda, Nashville, O'zbekistonda bo'ylab Nashville sotilyapti. Bugun hammasini hozir bir narxlarini sizlarga ko'rsatib boraman. Xo'p, birinchilardan boshlasak agar, bu ishlatilgan iPhone 17 Pro Max. iPhone 17 Pro Max 256 100 megasi bitta $1480. Telefoncha xotirasi 256 ideal. Xo'p, undan tashqari bitta mana bu yondagi bor $1450 100. Xo'p, orange rangi ham $1430. Ikkita megasi o'tgan, bilasizlar, mega hozir sal qiyin. Xo'sh, telefonlar bu $1000, $1100, 99 yomkasida iPhone 16 Pro Max, yonidagi iPhone 16 Pro Max 97 yomkasida. Xo'sh, yana 94 lik bu $1020. Mana bu $1050, 1000. Xo'sh, yana qaysi modellar ko'rsatsam sizlarga yaxshi bo'ladi. iPhone 15 Pro Max Natural Titanium $700. Sal oldinroq qilib olay. iPhone 2 megasi o'tgan ekan. Stiklo orqasi almashgan ekan, bu yozib qo'yilgan. Xo'sh, iPhone 15 Pro Max Titan narxi $750, yana kelishdigan yeri bor. Xo'p, tepada iPhone 14 Pro Max'lar $670, $710. $680 bular 15 Pro Blue. Ko'k. Bu как fioletviga o'xshayapti, lekin bu iPhone 15 Pro ekan. iPhone 14 Pro Max'lar 512 lik so'raganlar uchun narxi $700, $650. Xo'p, $650 yana $680. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin, batafsil. Xudo xolasa bularni keyinchalik olib ko'rsataman. Agar shu video normalniy prosmotrli like yig'sa, sizlardan like и kommentariy maksimal yozsalaringiz, yana qanaqa obzor qilsam, sizlarga yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa buni bosh telefonlar. Undan tashqari kichik modellar ham bor. Bularni ham ko'rsataman. Xo'p, asosda sekin. Bu yerda ham telefonlar o'saydi. Do'konda klientlar bor. Xo'p, iPhone 13lar yashil narxlar. Xo'p, yana bitta bor. Xo'p, iPhone 12, 13. Xo'sh. Bitta Fold bor edi, ular sotildi. Narxlar iPhone 13 Pro Max'lar $256. $550. Yana kelishdigan yeri ham bor. Tepada iPhone 16 ning o'zi. iPhone 16 ning o'zi $350, $310, $170. Xo'sh, 500, $200 da sotilayotgan ekan. iPhone 11lar, iPhone 11lar уже arzon bo'lib ketgan. Ko'pchilik iPhone X ni bizdan so'rayotganda XS'lar $170. Chunki bular уже bo'ldi. Arzon bo'ldi. O'shaga borib yakson bo'ldi. Xo'sh, telefonlar shu. Bizdan do'kondan kelsiz, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa agar, xohlasa, ko'rasizlar. Xo'sh, bemalol ko'rasizlar.